18. bab. Şu vaqtliq Bildad mundaq dedi. Qaçanğıca gap yorg'ilitarsan, yaxshi o'ylan. Ondan biz paranglashayli. Nemishqa bizni hayvandak hech nimani bilmaydigan döt ko'rsan. Sening bu ochiqing faqat o'zingnila berbat qiladi. Zemin sening sababingdan taşlanıp qalsunmu? Taşla o'rnidan yo'tkab ketilsunmu? Yo'q. Razillarning chirig'i cho'qim o'chirilishi kerak. Uning mashili qayta yonmasin. Uning chedirini qorong'ulik qoplagan bo'lib, ustidagi chirig'i o'chirilgandir. Razillarning kuchlik putlari ojizlashib qoladi. O'z suiqastlari uni yiqitadi. U o'zi qurgan to'rga o'zi tushib, qiltaqqa ilinadi. Qopqon uning putini qisib oladi. Tuzaq uni mahkam tutib oladi. Uning uchun to'pi ostiga qopqon ko'milgan bo'lib, yo'lda uni qiltaq kutib turadi. Atrofni vahimi qoplab, uni borgancha qistab kelmoqda. Ochliqdan madori ketib, bala qazaga yo'liqish oldida turmoqda. Badanini teri kesili qoplab, o'lim uning put-qo'lini yemoqda. U tinch chediridan tortib chiqarilib, o'liklar hukmdorining yeniga haydab opirildi. Ularning chediri gungurt kechib tozalangandan keyin boshqalar kelib ularning chedirda o'tirdi. Ularning yiltizi qurib, shoxlari so'lishib qoladi. Ular dunyodan nom nishonsiz g'oyib bo'ladi. İsmi hech kimning esida qolmaydi. Ular yo'riqlikdan qorong'ulikqa haydab kirilib, bu dunyodan qo'g'linadi. Ular jamiyati ichida urug' avlodsiz qoladi. Uning makonida hech kim hayot qolmaydi. Uning oqibati g'arbliklarni hayron qoldirsa, sharqliklarni vahima bosudi. Mana bu rezil odamlarning taqdiri. Xudoni tanımaganlarning oqibatidir.